Xo'p, sizlarga hozir analizni tahlil qilishni o'rgataman. Qanaqa qilib o'zingizni analizingiz, o'zingiz tahlil qilishingiz mumkin bo'ladi. Rezultat degani bu natija degani. Bu sizni chiqqan analizingiz, siz qoningizda aniqlangan o'zgarishlar. Mana bu yerda norma ko'rsatkichlari berilgan. Sizlarga oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam. Endi qarang, ayolimizda oddiy qon tahlili qanaqa o'zgarishlar chiqqan, men sizlarga katta-katta aytib ketaman. Ruchkani oldik, 10.59 chiqqan, ko'rdinglarmi? Normada 3,5 bilan 9,5 orasida bo'lishi kerak. Homiladorlarda hozir ginekologlar ko'rib turgan bo'lsa, ozginagina baribir balandroq chiqadi-ku, bundan demoqchisizlar. Baland chiqsa ham baribir bu yuqori chegarada turibdi. Ayol organizmida shamollashlar bor, leykositlar, vaspaleniya bor. Keyingisini ko'rasizlar 12, bu pastroq chiqqan, 77, bu baland chiqqan, ko'rdinglarmi? O'zlaringga o'zlaring strelka qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Hemoglobin 103, normada 110 dan 160 gacha bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, oddiy bundoq qaraganda ayolimizda anemiya bor. Sredniy объем eritrositlar 77, normada 82 gacha bo'lishi kerak. Gematokrit 33. Вот 35 dan 50 gacha bo'lishi kerak bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Sredniy gemoglobinlarni nimasi eritrosit tutganim 23,8. Bu ham past chiqyapti. Sredniy konsentratsiya gemoglobin 309. Demak, ayolda общий qon kamligi ketyapti. Gematologga murojaat qilish kerak. Trombositlar miqdori normada chiqyapti bizada. Hozir unaqa qon quyuqliligi yo'q ekan ayolda va so'yamiz 16 chiqyapti. Endi 16 paka norma hisoblanadi homiladorlar uchun. Har bitta homilador mana shunaqa qilib tahlil qilish kerak.